payg'ambar alayhisolatu vassalamni bitta ayolni bitta kishini do'zaxga hukm qilinganligi it tufayli. Itni qamab qo'yadi, mushuni qamab qo'yadi, ochdan o'ldiradi. Unga biron narsa bermadi va o'zi ov qilishiga ham yo'l qo'ymadi dedi. Mashinani ochlik bilan o'ldiradi. Shuning uchun do'zaxga hukm qiladi. Shetda biron narsa bermadi degan iborani olib, demak qamab qo'ygan hayvonga biron narsa berib boqib tursa, u mumkin deyshadi. U biron narsa bermadi ham, o'zi yeyishiga ham yo'l qo'ymadi. Zulm. Ya'ni qiynab o'ldirdi. Demak, o'sha boqib tursa, uni bo'ladi degan hukm kelib chiqadi. Biron joyga qamab qo'yib boqsa, o'sha hukm kelib chiqadi. Bo'lmi? Qizlar aytib so'ramoqchi. Bu hozir eslaganim. Keyin bahorda qo'ng'iroq Hozir prorablarni anaqasida juda rivojlanib ketgan narsa. Misol uchun boya javob berdi-da, endi men o'shan tushadimmi, boshqadan yana boshqacha bermoqchiman. O'zim savolim bermoqchiman. Misol uchun uy quryapti-da, o'zi u ishlarni tushunmaydi ham, bilmaydi ham. Kapelchida kapelchini 10 ming so'mdan olib keladi, 11 ming so'mdan deb klientga aytadi. Ana unaqa deydi-da, misol uchun ming so'm $1 ustidan ishlayverish. O'zi tushunmaydi u ishni. Mumkinmi shu? Bu uy egasini vakili bo'lishi mumkin. Bu odam yoki ustalarning vakili bo'lishi mumkin. Haqqi yo'q yo'qdan olish kerak. Ha. Usta aytishi mumkin, menga ish topgan. Ish topsang, senga o'sha topgan kelishilgan pulda masalan 10% chiqarib beraman. Yoki senga har bitta topgan ishingga $100 beraman deb usta kelishishi mumkin. Yoki uy egasi aytishi mumkin, meni vaqtim yo'q ustalar qidirib topishga, boshqa qilishlikka. Sen ko'p ustalarni taniysan, olib ishlattir, boshqa qilma, senga uni haq beraman. Bu mumkin. Prorab mehnat qiladi. Demak, kelishib olish kerak. Yo'q bilan yo'q. Ikki bilan kelib, prosta men ikki bilan kelsa mumkin degan gaplarni eshitganman-u, lekin sen qo'shilmayroq turaman. Nega? Fikrda bu. Qo'shilmasligimiz sababi masalan vakil olgan haqqini bir astoydil nima qilish kerak o'zi? Nimani foydasiga ishlash kerak? Haq berayotgan odamning foydasiga ishlash kerak vakil. Masalan ustani nima qilgan, olib kelgan, ishlatgan dedi. Men kalkulyatorga bordimda, mana shu qilib bering, necha pul bo'ladi? $1000 bo'ladi. Desamda shu $1000 dan menga $100 ni berasiz. Shunda sizni tavsiya qilaman desa. Agar bermasangiz, sizni tavsiya qilmayman, boshqa usta olib kelaman. Desa. Bo'ldi kelishdik dedi-da, $100 ni bersa. Bu $100 kimniki degan savol tug'iladi. $100 haligi odamniki, men unga qarab turgan uy egasiniki. U bundan menga $1000 beraman deb oldi-yu, aslida $100 ni o'zida olib qo'yadi. Xiyonat. Yolg'on gap. Shunaqa deb qarayman-da. Ikki tomondan ishlashlikda yo u yoqqa yo bu yoqqa xiyonat qiladi. Endi mana bunaqa bo'lsa-chi, hozir aytdingiz, misol uy egasi ham aytdi, ustalar ham aytdi, ish bo'lib qolsa ayting, aka, men qilib beraman, sizga o'shandan chiqarib beraman dedi. O'shanda qarang-da, yo bu yoni yo bu yonidan yashirishga to'g'ri kelib qoladi. Yo u yoni foydasini yeb qo'yadi, yo bu yoni foydasini yeb qo'yadi. Nega bu ustalar o'zi chiqarib beraman dedi. Qanaqa deydi? Egasiga nima deydi? Ustalar 1000 deyapti deydi, o'zi 900. Yo'q, 100 buniki. Ikki yoqqa ochuvchi bo'lish kerak. Ustalarga egasi 900 beraman. Agar ikki yoqqa ochuvchi bo'lsa, shart emas, ikki yoqqa. to'g'ri, kimlardir shunaqa ruxsat berishgan, kimlardir men boshdan boshladim, shunaqa etish shart emas, yo'lda osib bo'ladi degan gap eshitganman, qo'shilmayman shu gapga dedi. O'shnaqa odam bilan bir bahslashib ko'rishimiz kerak. Mana shunaqangi fikr almashimiz kerak. Nima uchun mumkin deyapti? Men faqat mana shu narsani ko'ryapmanki, ikki yoqqa ham
yashiradigan bo'lsa, yo unisini yo bunisini aldab qo'yadi. Men shunaqa narsa ko'ryapman bunaqa narsada. Agar ikki yoq ochiqcha etsa, ikkalasi xabardor bo'lsa, bu 100 berib, bu haqda 200 bo'layotgan bo'lsa, bilan topshirib qo'yadi, ixtiyori, u mumkin. Lekin yashiradigan odam yoni yo bu yoni yeb qo'yadi. Odam mol olyapti. Mana shu to'rtovdan ortdan o'tiramiz, makina olib kelishaylik. Nima? Bir kamat narsa. Tilla to'rtovdan o'tiramiz. Undan ko'ra bitta kilo olib kelishaylik. Nimaga? Bitta yashuni tortishadi, qolganiga 2 kilosini qilib ko'paytirib yuboradi. Bitta 2 yashni tortadi. Bo'lmaydi. Faqat bo'ladi yashibay gaplashsa. Kiloga tashiy. Yashibay gaplashsa bo'ladi. Chunki aniq vazn yoki aniq o'lchov bo'ladi. Narsalar bor, vazn bilan o'lchanadi va narsalar bor, dona bilan o'lchanishi mumkin. O'lchov. Masalan, mana ko'rdingiz deysiz, yashibami 30 kilo chiqdi. Mana bunisi, mana bu ham 29,5 kilo chiqdi. Bunisi 31 kilo chiqdi. Ko'rasizmi 30 kilo atrofida. Yashigini menimcha bera qoling deb gaplashinglar. Lekin yashiba ketadi. Kilosini taxminiy kilo qilinmaydi. qilinmaydi. Bo'ldi. Ana bo'lishi. Yanaqa yerlari berish. Nima? Shunda yilini tushunib oldindan kelish olish kerak. Yilini. 3-yil o'tadi. Ana uchta shart. Dehqon bittarasi eksada, bir oydan keyin bo'shatib yerimiz. O to'xtama yurishda, ya bo'lsa. Endi o'qidim, bir kitob 30 yilgacha, 1 yilgacha nima farqi bor? Ular kelish kerak. Qassoq qo'ydi yoki Bo'lmasa dehqon harakat qilib qo'yadi-da, pulni oldidan berib turadi yerni. arendanimi bo'ladi. Bo'lgan sunnatni tiriltirish 100 ta shahid soat yurgan-a. Masjidda ro'kada o'qisam, yoki omina jahriy etsam, yoki fitna bo'ladi deyishmoqda. Qaysi masjidda? hozirgi masjid bizlarning masjidda misol. Salat haramda o'qisiz fitna bo'lmaydi, unaqa. Bizani to'g'ri O'zbekistondagi masjidda o'qisiz. Endi sunnatni tiriltirish deganda hamma o'zicha tiriltirish emas. Sunnatni sunnat yo'li bilan tiriltirish kerak. Sunnatni sunnat yo'li bilan tiriltirish kerak. Bidat yo'li bilan tiriltirsa bo'lmaydi. Fitna bo'ladi unda, to'g'ri. Hozir ro'fladilni o'qishlik 5 to'g'rigacha. Umuman sunnat, mustahab, shunga tavsiya qilingan yaxshi, xayrli ishlarni gohida odamlarni aqli ko'tara olmaganligi uchun nafaqat sahobiylar, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tiyilganlar o'sha narsalarni qilishga. O'zi yaxshi ish, solih ish, lekin odamga ko'tara olmaganligi uchun shuni qilishlikdan tiyilganlar. Umuman to'xtatmaganlar. Ma'lum vaqtgacha odamni ko'tara oladigan vaqtgacha sabr qilganlar. Bu sunnat. Kelib boshdan boshlaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Makka da bir 13 yil tavhidga chaqirib da'vat qilib yurdilar. 13 yil. 13 yil har kuni chiqib Ka'bani oldida tavof qilardilar, Ka'baga qarab namoz o'qirdilar, sajda qilardilar. Ka'bada 360 ta but bor edi. 360 o'sha butlarga qarab namoz o'qirdilar. 360 ta but Ka'bani ichi-yu atroflariga qo'yib tashishgan. Bittasini yiqitmadilar. But sindirish qanaqa ish? Savob ish. Savob ish, yaxshi ish. Sindirib tashlab, yoqib tashlash yaxshi ish. Bittasini sindirmadilar. 13 yil ichida bitta but sindirmadilar. Sindirganlar nima bo'lardi? Qon to'kilardi. Oradan bir necha yillar o'tdi, Madinaga ketganlardan keyin bir kun 8 yillik o'tdi-da, 8 yildan keyin keldilar-da.
Bir kunda hammasini sindirib tashladi. Bir kunda hammasini sindirib tashladilar. Kecha bittasini sindirganlarni o'ldirishga tayyor bo'lgan Quraysh har bittasini yiqtardilar, hassalari bilan olib chiqib yoqishar. Xursand bo'lib, olib chiqib olovga tashlab o'ziga yoqishar. Butni yo'qotishlik uchun bu yoqda 13 yil, bu yoqda 8 yil kutdilar. 21 yil. Bo'ladi. 13 yil. Ka'bani atrofidagi butni sindirishlik uchun. Nimaga shuni boshida qilmadilar? Zaifizning. O'sha demak holatga qarash, odamlarning holatiga qarash kerak. Endi qarang, Madinadagilar-da sahobalardan o'rganilinganlar. Oysha onamiz nima deydilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kunga kirmoqchi bo'ldilar, men qushni anaqani osib qo'ygan edim, pardani keldilar, yirtib tashladilar. O'sha zahotda 13 yil kutmadilar. Yirtib tashladilar. Farqi nimada? Buxoriy yana bitta hadis keltiradi. Ey Oysha, agarda seni dining, seni qavming dinga yangi kirgan bo'lmagan deydi. Men Ka'bani buzib boshqatdan qurardim. Ibrohim davridagi qilib qurgan bo'lardim. Va uni ikkita eshikli qilardim. Odamlar biridan kirib ikkinchisidan chiqib ketardi. Orzu qildilar. Lekin qilmadilar shu ish, o'lib ketdilar. Nima to'st? Qavm qanaqaligi? Dinga Yaxshi rivojlanmagan. yangi kirgan bo'lganligi to'st. Xalq ko'tara olmadi. Muhammad haddidan oshib ketdi, Ka'bani ham buzdi-ya degan narsadan qo'rqdilar. Bu yana bitta dalil bo'ladi. Bu kishidan keyin Zubayr degan sahobiy nima paytida, Hajjoj paytida Ka'bani buzib payg'ambar shuni orzu qilgan edilar deb qurib o'shanaqa qilib qurdi. Hozir shunaqami? Hajjoj paytida. Hajjoj Shomda amir edi paytda. Bu narsa yetib bordi Hajjojga, Zubayr Ka'bani buzib boshqatdan qurdi. Makkaning hokimi edi. O'z boshimcha yo'q qoldimi deb osib o'ldirdi. Abdulloh ibn O'shanda ham ko'tara olmagan ekan. Osib o'ldirdi-da, Ka'bani buzib yana o'zidagi qurib qo'ydi. Aqli ko'tara olmagan. Shuni ham ko'tara olmagan odamlar. U mana Zubayr aytgan bo'lsa ham kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan. Yo'q, u o'ylagandir-da. Mahal hech kim unaqa qilmagan. Yana qaytardi. Xo'p, bu yana bitta misol. Boshqa misol. Payg'ambar alayhisolatu vassalam haligi bir kuni meros taqsimlayotdilar. Meros nima? Urushdan qolgan urushlarni taqsimlayotdilar o'ljan. Bir sochlari qirilgan, peshonasida sajda alomati bo'lgan bir kishi payg'ambarimizga o'ng tomonlardan keldi, bermadilar. Chap tomonlardan keldi, bermadilar. To'g'rilaridan keldi, bermadilar. Adolat qil ey Muhammad, sen bugun adolat qilmading dedi. Ahvolingizga voy sizlarni. Osmondagi zot menga omonatini topshirgan. Sizlar meni adolatimda shubha qilyapsizlar. Yetti osmon tepasidagi zot menga shunaqangi omonatni topshirdi, ishonib, meni adolatimga xiyonat qilsizlar, mendan keyin kim adolat qiladi? Kelajakda mana shuni zurriyotidan shunaqa qavm chiqadi dedilar Iroqdan. Ular o'zlarining ibodatlari bilan sizlarning ibodatinglarni haqir sanaydi. O'qigan Qur'onlari xalqlaridan u yoqqa o'tmaydi. Va ulardan iymon kamondan otilgan o'q o'lchidan qanaqa chiqsa, o'sha darajada tez chiqib ketadi, unga qaytib kelmaydi. Ularni ko'rgan joylarda o'ldiringlar. Ularni o'ldirganga buncha savob, ularni o'ldirganga buncha savob. Ruxsat bering ya Rasululloh, buni kallasini tutashaylik deydi sahoba. Yo'q.
Muhammad o'z ashoblarini qatl qilyapti degan gapdan qo'rqinadi. Bo'lmasa hali o'limga hukm qilingan. Kelajakda ko'rgan joyida o'ldiringlar deyaptilar. O'sha paytda yo'q bo'ladi. Bu yana bitta misol. Yana boshqa misol Oysha onamizga tuhmat bo'lgan voqea, ishq voqeasi. Ishq voqeasini Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarni boshi Madinadagi o'sha boshlagan fitnani. Oysha onamizga tuhmat qilishgan. Alloh taolo Qur'on tushirib Oysha onamizni oqladi. Tuhmat voqeasida qatnashgan hamma sahobalarni darraladilar. Rasululloh Abdullah ibn Ubay ibn Salulni daralamadi. Annagan qo'ttashdi. Qavmi sayyidi edi u. Uni daralash orqasidan urush chiqib ketishi mumkin. Qavmiyatchilik, millatchilik. Yana boshqa yutuqlari bor edi, daralamaganliklarini. Daralanganlar hammasi musulmonlar edi. Bu dunyoda jazosini olib qo'ya qoldi. Uni jazosini Allohga qoldirdilar. Bu dunyoda o'sha qilgan gunohi uchun jazolamadilar. Lekin ikkinchi o'ylagan tomonlari demak o'sha urushib chiqib ketishidan qo'rqdilar, cho'chdilar. Va hokazo. Demak, ba'zi bir solih amallarni, qilsa savob bo'ladigan amallarni, odamlar uchun yaxshi bo'lgan amallarni odamda ko'tara olmaganligi uchun vaqtincha tark qilib turishligi buni o'zi sunnat bo'ladi. Kamil masalasini qovda bir yomon odam bo'ladi. Etberganlarni. Va to'g'risida ham yomonlikda lekin o'zi kelganda uni yuziga chiqmasa. Yaxshi gapiradi. Chunki yomon gapirganda o'zini qavmiga yomon keltirgan bo'ladi. Shuni o'ylab odamlarni demak aqli ko'tara olmasligi, iymoni ko'taradimi, ko'tarmaydimi bu e'tiborli narsa musulmon kishi uchun. Shuning uchun sunnatni bid'at yo'li bilan emas, sunnatni sunnat yo'li bilan tiriltirishlik katta matonat kerak. Shuning uchun ham usta shahidlar darajasi bor. E'tiqodimizda barcha hamma o'ziga o'xshagan shohligimiz. Bu sunnat xohlaymiz. Yani savol. O'sha bitta joyda o'qidik shunaqa. Chetda chor. So'kda yashaydi. Chor. Ular yashashlarni o'qilaringda. Keyin chiqib ketdim. Shuni fitna deb bo'ladiga, menimcha. Fitna bo'ladi, fitna. U vahobiy degani bilan bizga fitna qoladi. Bizga kirsa bizga Endi savol, sizlarning maqsadinglar bu kishi aytganlarda ham o'zingizlar sunnat qilishinglar, ham shu sunnatni tiriltirishinglar, to'g'rimi? Maqsad. O'sha cholda tirildimi sunnat? nafratlanib sunnatga nisbatan nafrat paydo bo'ldi odam. Avvalmi? Bizani shunaqa bo'ladi. Sunnatga anaqa bilmadi, u narsani bilmadi. U hadisda kelgan bizga aytdi, yonidagi cholni qancha aql yurtsa ko'plab o'qib boribsan bizni. Kitob o'qib qolganmiz deb mana ketib qo'ydi. Ular qabul qilishdi-da, chol. Yonidagilar Ko'pchilik qabul qildi. U chol endi o'zi chiqmayapti. Chol o'zi chiqmayapti. Imomni ham qo'rqib turadi. Bo'lishi mumkin. Yo imom uyiga bordi, mana shunaqa bo'ldi. hamma narsa bo'lishi mumkin. Yaxshi gapirgan. Cholni kezatdi. Ya, ular olmoqda. Ishanaver. Ular oldimizga to'g'ri. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xaloq chiqyapti-ku. Alloh Taoloning qanday narsa bilan o'ylaydi, Abu Hanifa fikrlarini.
oxirigacha Ha, alamli azob yo'q. Emotion. degan nima bilmayman. Qiling hozir menimcha sunnat qanaqa tirintirish tushunishmadi. Shuncha gapirmay gapirdim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam sabr qildilar. Yo ularda jasorat bo'lmadi bo'yinaqa. Bor edi. Unda u mushriklar bo'lgan-ku. Kim Ey Oysha, sana qavming dinga yangi kirgan bo'lmaganda edi. Mushriklarmidi? Ya'ni ya to'g'ri, anu Ya bizani qavmimizda ham dinga yangi kirgan qavmda hozirda o'qamiz. to'g'ri kensiga chiqib dinga kirganlar. Kensiga chiqib. Bu adashgan bor-ku. Bu yomon deb bilmaydi. Mana shu to'g'ri deb biladi o'zini. Tushunasizmi? Ha, uni noto'g'riligini zakazamadilar. Chiroyli suratda sabr bilan. Tushunasizmi? U chol yomonlar tajalli. Sabr bo'lsin-da qilib. Sabr kerak. Endi bular tushunchasi bitta savol. Abu Hanifa haqida nima so'rayapsiz? Abu Hanifani e'tiqodi bo'yicha Alloh taolo demak 7 ta osmon tepasida arshini ustida bo'lgan e'tiqodi bo'yicha. Maturidiya aqidasi Abu Hanifani aqidasi emas. O'sha Abdulloh ibn Kulob degan Kulobiylar o'tada Shayxul Islom ibn Taymiya shu tarixini aytib beradilar. Ahli sunna bilan Mu'tazila firqasining o'rtasidagi bir toifa bo'lgan. Falsafadan ta'sirlangan toifa bo'lgan. Shu toifa Abu Hanifa davrlarida hali chiqmagan, keyin chiqqan toifa edi ular. Abu Hanifani aqidasi, Malikka, Shofi'iyni, Ahmad bin Hanbalning aqidasi bir xil bo'lgan. Allohning hamma sifatlarini qanday kelgan bo'lsa shundaycha qabul qilishadi. Uni kayfiyatini hech qanday ta'bir qilishmaydi. O'sha e'tiqodda bo'lishganmi? Lamakon deydimi uni? Maturidiy lamakon deydi, yo'qmi? Maturidiy Ash'ariylar shunaqa deydi. O'sha men buni qayerdan bilganman? Abu Hanifani bir kimsasiga o'sha anaqani Imom Ash'ariyning ham qaytgan kitoblari bormi? Qalibani. O'shanda ham yozganlarini o'qib beruvdi. Allohning qattaligini. Yana ham jim bo'ldi-da ketdi. Bir haftadan keyinmi kelmasiga dalil topdi. Hop, nima topdingiz? Abu Hanifa aytgan ekanlar, ashnalardan. Qatta o'qiding desam, ana saytda Fiqhul Akbar, Fiqhul Afsad kitoblari bor ekan, shogirdlaridan o'sha yozilgan. Yur hozir ko'rsatasan. Sen shunga to'g'ri tushunibsan. O'zingiz o'qib oling. Aytdi shu 5 ta bolamiz hozir guvohlikda aytibsan, birga boramiz. Hozir internet kafega kiramiz. Uyimga borib, kirdi, ochdi, keyin mana so'zdi. Alloh katta yerdan osmondan bilmayman desa, kofir bo'ladi. Alloh arsh ustida, lekin arsh katta yerdan osmondanmi bilmayman desa, unda kofir bo'ladi. O'qidingizmi shu joyni? Ha. Arsh katta ekan. Bilmayman desa kofir bo'ladi. Yo'q, keyin o'zi ishondi, keyin qo'lni yatdirdi. Bu nima harflar yig'indisimi? Alloh shunaqa narsa tushirdimi sizga? Arab tilida yat deganni nima tushunishadi? Savolaman keyin. Bering, bo'pti o'tirilmasin. Ketaylik 12 vot. O'qitam yo'q. Namoz o'qiymiz. O'qib olganmiz. Allohu hasandik. Qabul qildik. Ya ham o'qiyman. Yo'q, Hasanni yo'q, Husaynini o'ldirishgan. Ya'ni hozir borib aytganda, zahar bergan xotinni sotib olishgan, zaharni o'ldirishgan. U anaqaniki. Shiyara kitobini o'qiganmi? Yo'q, O'zbekiston tarixidan Muqannani Muaviyaga rosa tuhmatlar qilganda, tuhmatlar endi yomonlashgan. Abu Sufyon o'g'li. Ha, u yomonlagan bo'lsa, noto'g'ri kitob bo'ladi-da. Shiyara kitobi Bo'lish mumkin. qo'liga tushib qo'ygan. Yazid o'g'illarni o'ldirdi. Husayn o'ldirgan. Bitta savol bor. Odamlar sunnat amalini qilolmay, shu bilan sunnatni tirildirib deb. O'sha fitnaga sabab bo'lasdan desa, men 100 ta shahid savobini olaman inshaalloh, men sunnatni tirildirib desa,
shu narsa yo'q, kesatish emas. Shu narsa bilan apellyatsiya qilsa to'g'ri bo'ladimi? Xuddiki bir odam bir xatosida turib olganda atrofida hamma aytadi, sen xato qilyapsan. Islom g'arib bo'lib boshlangan, g'arib bo'lsa ham bo'ladi, g'ariblarga jannat bo'lsin. Men shu masalada g'aribman deb o'zini o'zi oqlagan kabi bo'lib qolmaydimi deyman. Nima işte sunnatni 100 ta shahid hisobini olman. Sen polnilida ko'prik. Я слушай меня, javob, brata. Yo'q, xullas 100 ta shahidni hisobini olman. Agar u amal qilayotgan bo'lsa-yu, malomat faqat uni o'ziga bo'layotgan bo'lsa, shu malomatlarga chidayman, shu tazyiqlarga chidayman deb chidayotgan bo'lsa, musulmonlarning ichida ahillik etmayotgan bo'lsa, janjal to'polonlar bo'lmayotgan bo'lsa, faqat hamma uni masxaralayotgan, ustidan kulayotgan bo'lsa, to'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. To'g'ri ish o'ziga nisbatan bo'layotgan bo'lsa, ammo janjal to'polon, boshqa tazyiq, noto'g'ri tushunish, sunnatni masxaralash, buni emas. Sunnatni masxaralash, dinni ustidan kulish, odamlarga shunga nisbatan, shu sunnatga nisbatan nafrat kuchayotgan bo'lsa, bu fitna bo'ladi. Mahallamizda o'qib Mana savobni aniq. Ham jamoating deb bolalar mana shunaqa qilyapti. Anaqa gaplar ham shu faqat o'ziga emas, beti jamoatga ham ta'sir qilyapti. O'sha buni qilayotgan xatti harakatiga qarash kerak, o'zi baho berish kerak. Ba'zida jinni bu tentek, bu o'zi shunaqa deb o'zida chegaralanayotgan bo'lsa, sabr qilayotgan bo'lsa, to'g'ri ish qilyapti. Sabr qilib, chidab o'tib ketsa bo'ladi. Ammo odamlar uni orqasidan sunnatga nisbatan nafrat tug'ilsa, sunnat yoyilish o'rniga unga to'sqinliklar boshlansa, yoki bo'lmasa uni orqasidan boshqa odamlarga zarar berish boshlansa, u odam bu narsasidan ketish kerak bo'ladi. Xuddaningga o'xshatgan. Hozir imom salafiylarni vahobiy deb hozirgi shunaqa bo'ladi. Qator kitoblar nimaga chiqyapti? Oldingizga yurgan ruhlarni qilayotgan birodarlaringiz o'zi fitna qilyapti. Balki shuni o'qimagan bo'lsa, yonidagiligi eshitib qo'y. Qator adliya kitoblar, misol uchun, o'zi faylasuf, qaysidir anaqa universitetlarning dosentlari, faylasuf, filosoflar, bir xillari oddiy studentlar, tushunasizmi? Kitoblarni o'qingizlar emaslar. Talabani va o'zim o'qidim. Salafiylar anaqa, ular birinchi bo'lib tavhid deydi. Salafiylar firqa bo'ldi. Mana mashina narsalar, mana mashinaga narsalar qayerdan kelib chiqyapti? Demak, o'sha bolani o'ziga zarar kelmayotgan ekan, o'sha bolani o'zi malomat qilinmayotgan ekan. Butun salafiylarni misol uchun bitta narsani yana e'tibor qilish kerak. Musulmon kishini Alloh maqtagan sifat shundaki, musulmonlarga yumshoq, kofirlarga shiddatli bo'ladi. Musulmonlarga yumshoq, kofirlarga shiddatli bo'lib keladi. Bizda shiddat musulmonlarga bor. Bir-biriga bu haqiqat. Bu bir-biriga nisbatan shunaqa shiddat borki, johilga qilishmaydi shu shiddatni. Johil bir dindan nafratlanadigan odamga nisbatan o'shaqa shiddatda ko'pchilik qila olmaydi. Yoki ba'zilar hammaga shiddatli bo'ladi. Unga ham qilaman deydi. Bu noto'g'ri. Musulmonlarga qilish kerak emas bu shiddatni. Musulmonlarga xorlik qanotini yoyish kerak, sabr qilish kerak, gunohlari, xatolarni kechirish kerak, bir-biri haqiga duo qilish kerak, noto'g'ri tushunmayotganini tushunish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalamga ham qo'pol muomalalar bo'lgan. Unda qo'pollik bilan javob bermagan. Inshoalloh ko'rgani kiruvdilar, Buxoriyda keladi. Issig'i chiqib qiynalayotdi. La va asatahurun inshaalloh. Chiqsa yo'q, Xudo xolasa bu gunohlaringdan poklaydi. Dedilar. Men qiynalyapman. Yo'q dedi haligi payg'ambarimiz. Bo'lmasa shunaqa dedilar. Boshqa hech narsa demadilar. Sabr qilmasa, boshqa qilmasa qiynalishdan boshqa narsa bo'lmaydi.
lekin qattiqlik qilmadilar. Bittasi keldida payg'ambarimizning soqollariga yopishib bo'g'ib, "Sen qarzimni qachon berasan?" siltab. Sahobalar otilib turib, ajratib o'ldiramiz uni deyishdi. "Voy" dedilar. "Demaydi. Mani yonimga olmasdan uning yonini olganinglar" dedi. Haq egasini gapirishga haqqi bor. Undan qarzim bor dedi. Biron joydan qo'y topib beroylar, qarzim to'lashim. Qidirishdi, u aytgan qo'y chiqqan, undan yaxshirog'i chiqdi. Ya Rasululloh, bunaqasini topaman, beroylar. Kim bo'g'di payg'ambarimiz? Xullas, ba'zi bir odamlar tushunarsiz yoki bir-birini noto'g'ri tushunib, qattiqliklar qilish yaxshi emas. Bir-biriga kechirimli, sinab bo'lishlik bu fazilat. Bir-biriga nisbatan yumshoq bo'lish, sinab bo'lish bu fazilat. O'sha g'azabini, nimasini ichiga yutsa, o'shanga ajr oladi. Birodarga tirjayish, kulib qarashlik, bu sadaqadir. Lekin g'azab bu bilan hech narsaga erishmaydi. Musulmonga nisbatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarni keltiradilar Ibn Mas'ud. Qaysi bir narsada dedilar payg'ambarimiz. Muloyimlik bo'lsa, albatta u unga ziynat beradi. Qaysi bir narsada qo'pollik bo'lsa, u uni buzadi. Hadis Ibn Mas'ud shuni keltiradi. Da'vatda yoshlarga nasihat qiladi, xosatan, chunki qiziqqon ko'proq yoshlar bo'ladi o'zi. Qiziqqonlik qilmaylar. Yumshoqlik bilan, chiroyli bilan yo'yinglar, tarqatinglar. Deb shunaqa nima berishadi. Shunaqa qilish kerak. Bir-biriga tish qayrab, bir-biriga g'azab qilib, charch-churs qilish kerak emas. Hujjat bilan bir-biriga qarshi. To'g'ri gurkuroq. Zanikida ixtilof bilan olishib. Soqolda ixtilof yo'q, soqolni qira yurish. Elchim. Ixtilofni ko'tarildi. Ziyoratga harom deganlar, hali oyat deganlar yozishadi. O'zira xabar berishadi. Shu oyat joyda yozish mumkin. O'zini o'ldirish harom. Islomda o'zini o'zi o'ldirishlik ham harom. U oyatni sigaret ustiga yozib qo'yishligi to'g'ri emas. O'sha haromligi hujjatlar yozilgan odam shu oyatda yozib ketdi. Yo'q, to'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri ma'nosi ham oyatda shunaqa chiqadi. Lekin bu oyatda o'zi sababi nuzuli, nima uchun nozil bo'lganligi boshqa narsa uchun nozil bo'lgan. Aslidagi. Ba'zi bir voqea tufayli nozil bo'lgan oyat o'sha voqeani o'zi bilan chegaralanmaydi. O'sha voqeaga, o'sha oyatni tagiga kiradigan umumiy holatlar ham kiradi. O'sha narsaga. Ba'zi birlar umumiy holatda nozil bo'ladi, ba'zi bir oyatlarda u faqat bitta narsa nazarda tutilgan bo'ladi, o'sha oyat. Mana shunda nima nazarda tutilganini o'shanaqangi salaflardan o'rganish kerak bo'ladi. Uni ham nazarda tutilganmi yoki faqat mana bu narsaga xosmi degan narsani o'rganish kerak bo'ladi. Bu ana sahobiyning gaplaridan tushunamizki, dushmanning ichiga kirib ketgan, o'zini o'zi o'ldirgani emas ekan. Bu oyat unga tushmaydi deb. Unga tushmaydi deb tushuntirib berdi. Umar roziyallohu ham so'rashadi-ku bu narsani. Bir 100 ta odamga qarshi urushga kirib ketsa, bu odam o'zini o'zi o'ldirganmi desa, yo'q deydilar. Bu odam dunyosi bilan oxiratini sotib olgan odam. Jannatga o'tdi. Narkoz. Bilmayman. Mas qiladimi? Yo'q, uxlatadimi? Qizlarga qo'li nesoga ketdi. Narkoz qilib, bo'shash bilan o'zgarib ketdi. Ben sog'lim, eshitdingizmi? Narkoz uxlatadimi, mas qiladimi? Kayf qilish uchun ichirlar. Nima deb so'raganingizni bilmadim. Bu javob bersang, bu unaqasi ham bor. Qo'lidagani ham bor, mas qiladigani ham bor. Mas bo'lib qoladi. Yo'q, вообще bilmaydi. Aksariyat narkozni ham bilmaydi qishdan. Вообще. Qotib qoladi. Nima ekan-da? Shunaqami?
Zikr aytib uxlatadigan narkoz bersa ham uyg'onganida yoki narkoz berilganda uxlaguncha har xil gaplarni gapirib tashlar ekan. Mana holatdagi gaplarni gapiradigan juda ko'p bo'ladi. Lekin undan keyin operatsiyadan chiqqandan keyin shu narsa juda ko'p kuzatiladi. o'shanda so'rash kerak. Yuziga o'simta chiqqanda narkoz berish kerak. U mesni. Bu mumkin. Mesni narkoz bor, u kishi narkoz bor. Mesni narkoz joyi o'zini og'rig'ini qoldiradi. U kishi narkozda odamni uxlatadi. O'sha uyg'ongandan keyin anaqa gaplarni gapiradi. Endi o'sha uxlatayotgani ham отключить qilib qo'yadi. Nakazovka. O'zi yeyotgan holat